Mashiga gapda like bosib qo'yasizlar. Ko'pchilik aytadi. Mana lankani to'sib qo'yib, mollarimni, qo'ylarimni maza qilib boqaman deb o'ylashadi. Qo'ylarimiz akalar mana bunday pol sharoitda boqash yoki yer sharoitda boqa yaxshimi? Bugungi videomizda mana shularni plus va minus tomonlarni aytib o'tamiz. Pol sharoitda boqishda birinchi o'rinda plus taraflarni aytib o'tamiz. Tagi doim quruq turadi qo'ylarimizni. Birinchi afzalligi. Semiz qo'ylarimizni go'shiga hidi o'tirib olmaydi. Tepada tursa oyog'idan zak urmaydi. Kasallik, qo'tir-po'tir chiqishlarni oldini oladi. Pol sharoitida boqishda minus taraflarni aytib o'tamiz. Agar qo'yingizni 1 yil davomliroq muddatda boqsangiz, qo'yingizda tirnoqlari o'sib ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Revmatizm kasallari ham chiqishi mumkin. Qo'ylarimizni yer sharoitida boqishda plus taraflarni aytib o'tamiz. Pluslarga qo'ylarimiz mana bunday keng holatda maza qilib yurishadi. Qo'ylardan qon yurish turadi akalar. Bir joyda turishdan yurgani yaxshi. Endi buni minusini aytib o'tsak, tagini tozalab turish kerak. Bir haftada, 2 haftada bir. Agar tozalamaydigan bo'lsa, akalar bu tagi nam holatda tursa, qo'ylarimiz oyog'i akalar birinchi o'rinda. Mollash kasalliklari akalar, qo'tir kasallik ba'zi narsadan chiqadi. Zaharda turishdan hayvonlarda. Qo'ylarimiz mana bunday keng holatda mazza qilib yurishadi. Like bosib qo'yasizlar. Ko'pchilik aytadi. Lankani to'sib qo'yib, mollarimni, qo'ylarimni maza qilib boqaman deb o'ylashadi. Unaqa emas. Qishli qurolli kunlarda ham mollarimizda mana bunday salafonlar to'smasdan boqsa, mol qo'ylarimiz mana salafondan yaxshiroq semiradi. Biz axlatda sidiklari aralashib, har xil hidlar chiqaradi. Bu qo'ylarimizni, hayvonlarimizni zaharlashga olib keladi.